говорит, потеряла вообще все, блядь. Я не знаю, что еще сказать. U yerda halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. o'n 18-19 iyul kunlari Rossiya Ukraina urushida keskinlik yanada ko'tarildi. Avval Ukraina dronlari Rossiyaning eng yirik onlayn do'koni Wildberries'ga tegishli omborlarga zarba berdi. So'ng esa Rossiya javob tariqasida Kiyevga yopirilma hujum uyushtirdi. Ko'pchilik bu voqealar zanjirini urushning yangi keskinroq bosqichi sifatida baholamoqda. 18-iyul kuni tongga yaqin Ukraina dronlari Rossiyaning Tambov viloyatidagi Kotovsk shahri va Moskva viloyatidagi Elektrostal shahrida joylashgan Wildberries logistika obyektlariga zarba berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Kotovskda tungi smenada ishlagan 7 kishi halok bo'ldi. 100 kishi jarohat olgan. Elektrostalda esa yana 1 kishi halok bo'lgani, jami rasmiy o'lim soni kamida 8 kishiga yetgani ma'lum qilindi. Biroq ma'lumotlarga qaraganda halok bo'lganlar soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ba'zi manbalarda yuzlab o'zbekistonlik ishchilar ham bu omborlarda ishlagani va ular orasida ham qurbonlar bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shuningdek, voqea joyidan tarqalgan video va fotosuratlardagi portlash va yong'inning kattaligi rasmiy e'lon qilingan 7-8 kishilik raqamdan ham ko'proq talafot bo'lgani haqida shubha uyg'otmoqda. Biroq bu ma'lumotlar hali mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Rossiya rasmiylari va yirik xalqaro agentliklar hozircha faqat yuqoridagi rasmiy raqamlarni tasdiqlagan xolos. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu zarbalarni Rossiyaning dron ishlab chiqarish va navigatsiya uskunalari uchun sanksiyalardan komponentlar o'tkazib berishda foydalanadigan yirik logistika obyektlariga qaratilgan zarba sifatida ta'rifladi. Wildberries asoschisi Tatyana Kim esa o'zini kompaniya va Rossiya uchun dahshatli tun bo'lganini aytib, qurbonlar oilalariga ta'ziya bildirdi. Bu men uchun juda og'ir. Men hammasini yo'qotishdan qo'rqaman. U yerda halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Men kutmagandim. Wildberries omboriga hujumdan bir necha soat o'tib, 19-iyulga o'tar kechasi Rossiya Kiyevga yopirilma javob zarbasini uyushtirdi. Natijada 1 kishi halok bo'ldi, yana 16 kishi jarohatlandi. Bu haqda Zelenskiy shaxsan o'zi ma'lum qildi va bu zarbani Rossiyaning Kiyevga uyushtirgan eng yirik havo hujumlaridan biri deb atadi. Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, hujum tunning yarmidan keyin, taxminan soat 1dan 24 daqiqa o'tgan vaqtda ballistik raketalarning Kiyev tomon uchishi bilan boshlangan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati ma'lumotlariga ko'ra, poytaxtning 5 ta tumani Solomenskiy, Shevchenkovskiy, Svyatoshinskiy, Desyanskiy va Dneprovskiy tumanlari zarba ostida qoldi. Bu yerlarda turar joy va noturar joy binolarida yong'inlar yuz bergan. Avtomobillar ham yonib ketgan. Kiyev meri Vitaliy Klichko ma'lumot berishicha, Shevchenkovskiy tumanida uchqun tashlangan parchalar tufayli ma'muriy binoning 3 qavati yonib ketgan. O'nlab avtoturargohdagi mashinalar shikastlangan. Yaqin atrofdagi turar joy binosining derazalari sinib ketgan. O'q otish paytida portlash to'lqini oqibatida Lukyanovskiy metro stansiyasining yer usti vestibyuli shikastlandi va stansiya vaqtincha yopilgan. Kiyev viloyatining Buchanskiy tumanida esa omborlar va logistika obyekti hududida yong'inlar sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 2 kishi jarohat olgan. Har ikki tomon ushbu holatga qanday izoh berdi? Rossiya Mudofaa vazirligi rossiyalik harbiylar Ukrainaga raketalar va dronlar bilan yopirilma zarba berganini tasdiqladi. Vazirlikning da'vo qilishicha, Kiyev va Kiyev viloyatidagi harbiy sanoat korxonalari va logistika markazlari, shuningdek Odessa viloyatidagi Yujniy porti infratuzilmasi ham hujum nishonlarida bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligining bildirishicha, Rossiya Ukraina bo'ylab jami 41 ta har xil turdagi raketa va 125 ta uchuvchisiz uchish apparati uchirgan. Ulardan 23 ta raketa va 10 ta dron nishonlarga tekkani qayd etilgan. Hujumning asosiy yo'nalishi Kiyev shahri bo'lgan. Shuningdek, Zelenskiy Rossiya rahbariyatini urushni tugatishga tayyor emasligida ayblab, xalqaro hamjamiyatdan, xususan AQSh va Yevropadan Ukrainaga havo mudofaa tizimlari, jumladan Patriot to'xtatuvchilarini yetkazib berishini tezlashtirishini so'ramoqda. Albatta, siz Ukraina Wildberries'ga bergan zarbalari bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu orada Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berayotgan va turlicha qo'llab-quvvatlayotgan davlatlarga harbiy yo'l bilan javob qaytarishga chaqirdi. Bu haqda u 18-iyul kuni o'zining Telegram kanalida yozib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, piyoda askarlar mamlakat prezidenti Vladimir Putinning buyrug'i bilan istalgan ko'rsatilgan yo'nalishda harakatlanishga tayyor. Checheniston rahbari NATO ortiga yashirinib, hech tortinmasdan ochiqchasiga va tap tortmay Ukrainaga qurol, ma'lumotlar va boshqa turdagi yordamlarni taqdim
taqdim etayotgan davlatlardan boshlash zarar qilmasligini bildirgan. Agar ularning o'zlari Rossiyada sodir bo'layotgan voqealarni sabr bilan va qo'l qovushtirib turmasligini hech tushuna olmayotgan bo'lsa, demak buni ularga shunchaki hammabop tushunarli tilda aytib berish vaqti keldi. Portlovchi modda hidini sezishlari bilan, Kalashnikov ovozi va T-90 tanklarining taqqilashini eshitishlari bilan hamma narsani darrov tushunib yetadilar va haqiqatga qaytadilar. O't ochish vaqti keldi. Vassalom deb yozadi Ramzan Qodirov. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiya hozirgi vaqtda tinch aholi orasida minimal yo'qotishlar bilan ehtiyotkor jangovar harakatlar olib bormoqda. Ammo jangovar mashinamizning tormozlarini qo'yib yuborishimiz bilan barcha g'arb yetakchilari o'zlarining chuqur uzrlarini izhor qilish uchun navbatga tiziladilar, deydi Ramzan Qodirov. Albatta, siz Ramzan Qodirovning fikrlarini qanday baholaysiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzbom TV kanaliga obuna bo'ling, video rolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.